Assalamu alaykum, Aşpaz Torbektimizning qo'llag'ichlari, ko'rurman do'stlar. Biz bugungi programmamizga davlatlik oliy darajalik aşpaz, Xotan diyardagi danglik aşpaz. Mening kasbdashim ham yaqin do'stim Ahmadjon Ostamni alay taklif qildik. Assalomu alaykum Ahmadjon. Va alaykum assalom. Unda bo'lsa Ahmadjon, bugungi shu taomni bir tunishtirib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bugun chiqarmoqchi bo'lgan taomimizning ismi oltin shirin kavsi. Bu men 17 yil oshpazlik qilish hayotimdami anglab baxmagan, ko'rib baxmagan alayda bir esil taom ekan. Unda bo'lsa mana shu oltin shirin kavsi ketarlik bir xam materiallar bilan tanishib o'tgan bo'lsak. Bo'ldi. Buningga ketarlik materiallar hammasi tabiiy bo'lib, bu sho'pidan xoli. Buning ketarlik xam materiali seriq oltin kava. Buningga ketarlik quruq meva-chevalardan yong'oq mig'izi, badam mig'izi, quruq yedimish uzum, chilan, gula, xoma, yana onundan boshqa xohlagan quruq mevalarni o'zinglar yoqtirib yeydigan quruq mevalarni qo'shib iste'mol qilsanglar bo'ldi. Mana biz yuqorida oltin shirin kavaga ketarlik xam materiallar bilan tanishib oldik. Unda bo'lsa buningga ketadigan tam qo'shlar bilan bir o'rtoqlashib bitaylik. Buning ketadigan tam xurishlari asal, seriq navat, sika. Demak bu intayin bir tatlı ham yeyishlik o'zgacha bir taom ekanda. To'g'ri. Haqiqatan tatlı chiqadi. Bo'ldi aziz ko'rmanlar, diqqatinglar davomli bizning ekranimizda bo'lsin. Biz hozir rasmiy oltin shirinlik kavani tayyorlash bosqichiga o'tib ketamiz. Unda bo'lsa Ahmadjon Ostam, buni tayyorlash usulini bir boshlab ketaylikmi? Bo'ldi. Avval boshlab biz bir kava tayyorlab olamiz, seriq. Bu kavani beshini kesib etgandan keyin buni adalib olamiz. Ko'rib turibsizlar, Ahmadjon Ostam intayin mahirlik bilan kavani bir damning ichida shu puklarni pak-pakiz adalab bo'ldi. Ondan keyin Ahmadjon Ostam buni o'ttirdin, yerib oldik ekanmi, shundaymi? To'g'ri. O'ttirni yerib olamiz. Ondan keyin buni yana bir parcha qilib olamiz. 4 parcha qilib olgandan keyin buni urug'ini olmoq osonroq bo'ldi. Buni 4 parcha qilib olishlik maqsadmi urug'ni ilib ichini pakizlashganda? To'g'ri. Anandan keyin buni qo'limizda olsak yaxshi bo'lmaydi. Boshqa narsa olsak chalinib qoldi. Cho'qim bir tal qo'shib qo'yish kerak. Konularımız etqandek her iş qıpam ketidi deb mana Ahmadjon Ostam bir laqatimda kavani intayin pak-pakiz uruqlarni evatdi. Endi buni yalpaq qilib tilib olamiz. O'lchamli holatda. Demak buni to'g'raydi ekanmiz-da? To'g'ri. Buni yalpaqlab tilib olgandan keyin ta'mi ichiga bekroq singdi. Teximo ta'mi oshadi ekan, shundaymi? To'g'ri. Ko'rib turibsizlar, Ahmadjon Ostam o'zi Xotan diyorida danglik oshpaz bo'lib qolmasdan, mana shu pichoq ishlatishdimi? Intayin texnikasi yuqori bir oshpaz, Mana intayin takshi to'g'rilgan foydalanish uchun. Endi biz buni o'xshash shakl to'g'ri oldik. Buni biz muvofiq darajada mana shu qachig'a to'g'ri tizib olamiz. Buning ichiga takshi tizib oldik ekanmiz, shundaymi? Unda bo'lsa tizib olaylik. Buni tizgicha buning cho'qim o'ttirisini kava qalat qo'yamiz. Buning ichiga soldigan xurishlarni hamma shuning ichiga solamiz. Uni ustiga buni tizgan chaqdimi birisi-birisiga mingashtirib tizdik ekanmiz, shundaymi usta? To'g'ri. Yaqinda Ahmadjon Ostam Beijingga berib 1 yillik kasbiy texnikasini
ve kasbiy iqtidorni oshirib qaytib keldi. Biz bundan keyin Ahmadcha Aslamninki kasbiy texnikasiga va bundan keyingi ishlariga zo'r utuqlarni tilaymiz. Biz bu yani shunga yumaloq holatda o'ttirni kavab qo'ygan asosda hammani tizib oldik. Tekshir tizib oldik, shundaymi? Tizib oldik. Deb buni ichiga biz soldigan materiallarni mashina ichiga selib olamiz. Mashina ichiga soldik ham, shundaymi? Bunun ichiga yong'oq bilan badam meg'izi, shundaymi? To'g'ri. Bu yong'oq meg'izi, badam meg'izi. Ahmadcha Aslam buni shu aralashtirib solsak bo'lamdi, chuqum ya rat tartib bilan silishimiz kerakmi? Aralashtirib solsak bo'ldi. Unda bo'lsa buni Manınki yumshoqlarni to'piga, qattiqlarni tikka selishlik sabab biz mayaga asal qo'ymiz saltirpaning ichiga. Bundan keyin tegidagi qattiq narsaga ta'm singish nisbati to'g'an bo'lib qoldi. Shuning uchun qattiqlarni tikka tizimiz. Bu mentayim tushunishlik bo'ldi. Bunun tikka buni tizib oldik. Bo'ldi. Endi bunun to'piga biz az miqdorda shakar chechib olamiz. Qanchalik miqdor chasak bo'ldi? 50 gram atrofda. 50 gram, shundaymi? Buni bal qo'shiq hisoblasak, taxminan bir 3 qo'shiq atrofida solsak bo'lamdi? 5 qo'shiq atrofda. 5 qo'shiq, shundaymi? 1 2 3 qo'shiq 4 qo'shiq 5 qo'shiq. To'g'ri. Esimlarda bo'lsin, mushu bal qo'shiqda taxminan 5 qo'shiq va 6 qo'shiq solsanglar bo'ldi ekan. Endi-chi? Buningga bir kavaga odatda 100 gram atrofda seriq navat. Buni selib olamiz. Buni butun solsak erimaydi. Shunga buni parchalagan asosda selib olamiz. Buni ushaq parchalar ekan, shundaymi? To'g'ri. Mush ustiga seriq navatlarni eng oxir soldik ekan, shundaymi? To'g'ri. Endi bundan keyingi mashg'ulotimiz-chi? Bundan keyingi mashg'ulotimiz buni 30 minut atrofda qasqonga selib dumlaymiz. Buni o'rda pishirib oldik ekan, shundaymi? Bo'ldi, unda bo'lsa, biz buni bir dumlab pishirib olaylik. Bo'ldi. Biz shu tayyorlab bo'ldik. Biz dumlaydigan qozonga suv qo'yib olamiz. Qaynamagan bo'lsa. Buni qaynab bo'lgandan keyin solamiz, shundaymi? Qaynab bo'lgandan keyin solamiz. Unda bo'lsa Ahmadcha Aslam suvi qaynab ketdi. Unda bo'lsa biz buni selib olaylik. Bo'ldi. Soldik. Üstüne tovoqni yepatamdik. To'g'ri. Biz buni 30 minut atrofda dumlagandan keyin shu kava pishib, bo'yam sog'an xuruchlar o'zlashib, ta'mi singishadi. Bu pishib bo'lguncha oraliqda biz shuni oldigan taqsini tayyorlab, chiroylab, yangicha usulda yana taqsini bezib olamiz. Voy, bo'ldi. Unda bo'lsa, qani biz bu taqslarni intayin ko'rkan bir bezab ko'raylik. Unda bo'lsa, Ahmadcha Aslam shu taqsini bezashni boshlab ketamiz. Bo'ldi. Oldi bilan taqsini quruq qilgan asosda biz taqsini hozir bezib olamiz. Buningga ishiladigan narsalar hammasi meva uyutmasi. Tabiiy bo'lgan holatda. Mush meva uyutmasi bilan o'zimizning texnikasi bo'yicha mush taqsini chiroyli qilib bezib olamiz.
Ahmetcan ustam, taqsimni shunday chiroyli bezib oldik. Qavom pishib qoldi deymi? Qarab boqayli. Qavom pishibdi. Mana. Endi biz qavoni onun ichidan qasqandan o'tni o'chirib o'tib, O'tni o'chirib atgandan keyin oldik ekanmi? O'tni o'chirib o'tgandan keyin buni lo'ngidekmi, qog'ozdekmi bir narsa. Qo'l ko'ymaydigan holatda, o'sha yerda ehtiyot qilsak bo'ldi ekan. Ehtiyot qilib quloqlarni ko'ydirib olmanglar, ko'ramanlar. Buni. Endi biz taksiga dumkim turamdik. To'g'ri. Buningki shirnisdan qozonga muvofiq miqdorda buning shirnisini qo'shib oldik ekanmiz. To'g'ri. Qo'yib oldik. Endi biz buni ustulik bilan mana taksiga bir olaylikmi? Bo'ldi. Taksiga dumlab olamiz. Bunu dumkim turib olgandan keyin asta oldik ekanmiz buni shunami? Shunday bo'lsa, asaldan qancha miqdorda qilsak bo'ldi? Normal qo'ysak bo'ldi. Normal, Yeterli bo'ldimi? Yo'q, yana azroq qo'ydi. Bo'ldi. Asaldan muvofiq miqdorda qo'yib oldik ekanmiz. Endi bu asalni qo'yamqi qavning chiqqan suvi bilan asalni birdan qaynatib olamiz. Buni birdan qaynatib olgandan keyin yo'l kraxmal bilan bunun suyunu azroq qo'yilish kerak. Artıq su yo'q. Bu tikki o'tib ketgandan keyin ta'mi toza yaxshi singishmaydi. Buningga bir muvofiq miqdorda yo'l kraxmal berdik ekanmiz. To'g'ri. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, mana qisqagina vaqt ichida Ahmetcan ustamning yuqori texnikasi bilan tayyorlangan oltin shirin qov bilan tanishib o'tdik. Ishimizki, oilanglarda sinab ko'rib, cho'qim tayyorlab qo'yasizlar. Shundaqla bizga bugungi bu taom tayyorlab bergan Ahmetcan ustamga alohida rahmatimizni aytamiz. Rahmat Ahmetcan ustam. Sizlarga rahmat. Buni ko'rguvchilarga rahmat. O'rganuvchilarga rahmat. Hammanglarga rahmat. Hammanglarga rahmat.